Chaqalog'im uchun Xitoydan zakaz qilgan tovarlarimni raspakovka qilamiz. Juda ham ko'p foydali narsalarni Xitoydan topsangiz bo'ladi. Eng asosiysi o'zimizdan ancha arzonga tushadi. Ayol va qizlarimiz uchun juda ham kerakli narsa zakaz qilganman. Kimga kerak bo'lsa sotuvda bor, dastavka qilib beraman. Bu aloyli shamollashlarga qarshi va qizdiradi va hidi ham bor. Kimga kerak bo'lsa dastavka qilib beraman. Ko'pchilik kargoz bilan qimmat bo'lib ketadi, sifati yaxshi kelmaydi deydiganlar uchun har doim raspakovka videolarimda sifatini sizlarga ko'rsatib boraman. Siz ham Xitoydan zakaz qilishni o'rganib, menga o'xshab kuratorlik qilib yoki o'zingiz olib kelib sotsangiz bo'ladi. O'zingiz biznesingizni yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Chaqaloqim uchun shunaqangi soska zakaz qilgandim. O'zimizda juda ham qimmat soskalar men Xitoydan juda ham arzon narxga zakaz qildim. Ko'pchilik ishonishmaydi. Kursingiz ishonchlimi, aldab ketmaysizmi, pulni olib bloklab qo'ymaysizmi deb yozishadi. Lekin profilimga o'tib, kursimdagi o'qigan o'quvchilarimni odzivlarini ko'rsangiz bo'ladi. Chaqaloqim uchun soska solib qo'yadigan idish zakaz qilgandim. Bunga solib qo'ysangiz mikroblar tushmaydi. Ancha gigiyenaga saqlab turadi. Hamma tovarlarim doim rasmdagidek keladi. Ko'pchilik kursga to'lov qilishga ikkilanib, tavakkal qilishdan qo'rqishadi, lekin shu arzimagan pulni boshqa narsalarga ishlatib yuborishadi. Ayrim odamlar kursingiz qimmat ekan deyishadi, lekin men boshqa kurslarga o'xshab bitta kanalga tiqib qo'yib o'shadan o'qigan voling demayman. Har bitta o'quvchi bilan alohida individual shug'ullanaman. Mana shu yostiqni ham Xitoydan men 66 ming zakaz qildim. Kargosi menga 100 mingga tushdi. Buni o'zimizda 200 mingdan ortiqroq deyishgandi.